O'tgan yili 3 kunlikda ko'chada odamlar qolib ketgan. Orqamga kimdir tegsa, sevgimdan boshqa hech narsa sharaflanmas. Sevgi haqidagi motivatsion gaplarni gapirsiz yoqar ekan. Basharangga shunaqa uraman, basharangni borib o'yinsangiz qo'raman, shu. Ota-onalar majlis bo'ldi. Sani tanimaydigan deydi. Mana bular tanimaydi. Mana ular ham menga tupurgan, mana ularga tupurgan. Menga uning ota-onangni balki hozirgi paytda sizlarga gapirmasangiz ekstremdan bo'lib qoladi. Men uchun raqobatchi ikkita bor. Men o'shalar bilan raqobat qilaman. Bostirib kiraman, asabimga tegmadi. Bilmayman, shu o'ylanib yotdim. Maqsad bo'lar ekan dedim, keladi o'zi. Bundan oldingi yili shtraf jo'natgan edi, konvertda. U ham bunday o'yladim, maqsad bo'lar taklifnomaga alohida bir hafta o'ylanib yuraman-da. Ikkinchi yilga zo'ri bor, xudo xolasa. Bir kez ikkita kelib boradi-da. Xudo xolasa o'zimizning g'oya. Mana bu yil konsert kunlari bir kunga ko'paydi. 4 kun. Nima deysiz? Bu tavakkalmi yoki o'tgan yilgidan keyingi ishonchmi? Nimani? Yo, tavakkal emas. Agar masalan o'tgan yili menda anaqa har yili bittadan qo'shish unaqa reja, niyat ham bo'lmagan o'zi. Просто o'tgan yili 3 kunlikda ko'chada odamlar qolib ketgan. Yozishgan, keyingi yil yo ko'proq qiling yoki nimadir qiling, kirolmadi deb juda ko'pchilik yozgan. Ha, demak keyingi yil 4 kun qilamiz. Ko'ramiz. Bu yil ham agar nima bo'lsa, keyingi yil 5 kun qilishimiz mumkin. Lekin Xudoga shukr, 10 kun bo'ldi, kassalarimiz yopilgan, aytib tugagan, kassada ham tugagan. Menimcha keyingi yil o'zi 5 kun qilish rejasi bor o'zi. Yildan yilga bir kun ko'payib ketar. Ha, talabga qarab bo'ladi. Agar odamlar Xudo saqlasin, mabodo talab bo'lmasa, bitta kamaytirishimiz ham mumkin. Yo'q, kamaymaydi, lekin bunga ishonamiz biz. Ko'payishadi. Iloh. Bu yil o'tgan yilgiga qaraganda nima yangiliklar bor? Har xil 100% yangilik, o'sha obrazlar. Mana bitta qiziqchi chiqib o'zi kuldiradi-yu. Har yili o'sha qiziqchi chiqib turadi. Hazillari yangi. Menni ham biz faqat 3 kishimiz. Har yil yangi, lekin juda qiyin tomoni, masalan, Elton Ferganskiy o'tgan yil 15 minut to'xtamay yugurgan bo'lsa, bu yil 25 minut yuguradi. Shu tomoni bor. Endi ana odamlar ko'radi. Birinchidan yugurib yurish oson emas. To'xtamay 25 minut sportsmenlarga ham hammasiga ham nasib qilavermaydi. 25 minut to'xtamay yugurish juda qiyin narsa. Uning ichida qo'shiq aytishingiz kerak, gapirishingiz kerak, kuldirishingiz kerak. Bu o'zim uchun o'zim uchun. Erikda endi bu yil bitta ikkita narsalar qo'shganmiz. Xudo xolasa o'xshab qolsa yaxshi bo'ladi. Endi nima Erikda bu yil dars o'tmaydi. Boshqa narsa qilganmiz. Xudo xolasa ko'rasiz. Dars keyingi yil. Bu yil endi kanikul. Shu boshqa narsa qilganmiz. Tomoshabinlar intiqib kutadigan yana bitta narsa bor. Bu Jahongir Poziljonov bilan shart bajarish, ya'ni Real Barsa bo'ldi. Jahon akamga kecha telefon qildim. Mana to'g'risini aytaman. Nima qilasiz? Kelasizmi? Bir repetitsiya qilib olamizmi desam, yo'q. Men o'sha internetda aytgan gapim. O'zim xohlagan payt, xohlagan joyda chiqib kelaman. Dedi, endi bilmadik, qaysi payt. Demak, kelarkanlar. Kelaman dedi, lekin qachon keladi, qaysi payt kelishini aytmaydi. Endi ustozimiz hurmat qilamiz. Bizga nima qilsa ko'taraveraman. Men o'zim yaxshi ko'raman. Shuning uchun men xohlagan joyingizda kiraverayman. Endi buni baribir konsert kunlari o'tgandan keyin beramiz-da efirga. Qisqacha gapirib o'tsangiz nima shart bo'lishi mumkin? Shartman, lekin ikkita shart beraman. Jahon akam bitta, Jahon akam shartini bilmayman-ku. Meni shartim bittasiga Barsani formasini kiydirib, qoch Barsa kelyapti degan qochadi. Sahnada qoch. O'tgan yil Ahad qo'yim qochganmi? Shunaqa qilib qochadi. Ikkinchi shartimni jonli ayttiraman. Yuraydan jonli ayttiraman. Premyera bu. Tarixda birinchi marta ayttiraman. O'zingizdan bellashingiz kerak balki. Menga ham beradi, bilmayman-da endi nima shart berishini bilmayman-da. So'radim, "Davay kelishib olaylik, chiroyli chiqatsam", yo'q dedi. Bostirib kiraman, asabimga tegmadi. Bu yil musiqiy chiqishni kim amalga oshiradi? Qaysi xonanda? Mirjalol Ne'matov. Chunki uni konsertida men ham ishtirok etganman, ko'rdim. Jonlida menga yoqqan. Rost ekansan, hozirgi kunda yoshlarni ichidagi sevgi haqidagi qo'shiqlari juda ham mashhur. Men hech qachon sevgi haqida hazil qilmaganman. Bu yil muhabbat mavzusida tesha tegmaganlarini Instagramda tushunib qoldim-da, bitta sevgi haqida gapirsam, zo'r aylanib ketdi. Ko'p bolalar, ko'p qizlar hali sevgilisi bilan urushib qolib, anaqa oqib o'tirib yurar ekan. Ularga sevgi haqidagi motivatsion gaplarni gapirsiz yoqar ekan.
Ha dedim, demak dedim, bularni bunaqa holat noto'g'riligini shu sevgi haqida hazillar bilan ularni olib chiqish kerakligi, bir odam uchun qanaqadir siqilib, hayotdan voz kechib yuborish noto'g'riligi haqida hazillarim bor. Shuni tushunib oldim. Konsertni eng top mavzulari qaysilar bo'ladi sizningcha? Mani fikrimcha, o'zim chiqqan sahna bilan Erik Haydar har doimgidek, Erik Haydarda juda nozik, juda og'ir deb o'ylayman. Kecha ustozlarga ham ko'rsatganimda, "Voy, juda murakkab narsa tanlabsan" dedi. Ya'ni o'tgan yilgilar ko'rgansiz, o'sha meditsina sohasi, undan oldingida o'sha ta'limdagi bu safar tarbiya haqida bo'ladi. Farzand tarbiyasi, ota-onalar haqidagi eng bir g'alati narsalar topganman. Xudo xolasa, balkim zo'r bo'lar, o'xshar, balkim o'xshamas, bilmayman. Lekin men shu gaplarni gapirsam bo'ldi, ichimdagi gaplar. Lekin foydasi bo'ladi. Xudo xolasa, konsert chiqqanda yoki o'zlaringiz ham o'tirib ko'rsalaringiz, niyat shunaqa, xullas, niyat odamlar o'zlaridagi muammoni o'ziga ko'rsataman, xudo xolasa bugun. Jicha bo'lsa ham. Nima turtki berdi bunga sizda? Nimadir voqea yoki bir Voqea tiqilyapti. Menda bitta narsa turtki bo'ldi. Internetga kirasiz, kimdir haqida gapiradi, misol uchun. Yoki kimdir yozib chiqadi, bizni o'shani tekshirmasdan, sintez qilmasdan, masalan, Elmurod o'g'rilik qildi deb siz hozir video qo'ysangiz, ishonadiganlar bor-da. O'zi bu o'g'rilikka moyillik deydi-da, uni tekshirib ham ko'rmaydi. Qaysidir joyda intervyuda gapingizni kesib qo'yadi-da, to'lig'ini ko'rmaydi. qisqa joy. Mana yaqinda haligi ofsayddan ko'rsatib 4 yil oldin gapirganman. Real dunyodagi eng zo'r klub, Realga yetadigani yo'q. Lekin Barsa yutqizib qo'yaradi deganman. O'sha Barsa yutqizib qo'yaradini olib qo'yishganda, Realni maqtayapti. Anaqa bu bir balo deb tashashganda, tushunasizmi? Unga endi ergashadiganlar bor. Hamma bas, Xudoga shukr, kitob o'qiydiganlar bor. Bizda hali ham shu o'qimaydiganlarga ozgina tushuntiramiz. Endi sizga ijoddan tashqari bitta savol bermoqchiman. Bu yilgi Barsani o'yini haqida qisqacha gapirib bersangiz. Bu ham ijod. Qayda ijod. Qaysi? Oxirgi savol mana, qisqacha shu. Bu yilgi Barsani o'yini haqida qanday bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Sizningcha? 98% natijaga erishdik. Keyingi yil 100% bo'ladi. Sudyalarning xatosi bilan, nohaqlik bilan Chempionlar Ligasidan chiqib ketdik. Barsani xarakteri menga o'xshaydi. Nimadir o'xshamasa, bo'ldi, pishdi, tashab ketish yo'q. Bo'ldi, noldan boshlaymiz. Endi kuchliroq qaytamiz deyiladi. Biz qalban birgamiz aka. Barsachimisiz? Basharingiz aytib turadi. Realchilar qo'rqmay kelaversinmi konsertga? Yo'q, nabarot, realchilar kelsin, Elton Ferganskiy deb deyishadi. U realchi u. Rosa Realni maqtaydi. Rosa Barsani ustidan kuladi. Keyin Erik chiqib ikki og'iz gapiradi bo'ldi. Bitta qo'shib ketaylik, mana bo'ldi oxirgisi. Mana bitta obrazda ikkita komandaga fanat bo'lish qiyin Zo'r. emasmi? Yo, juda zo'r. Qanchalik neytralsiz? Juda zo'r. Ko'pchilik aytadi, ular sani bor yo'g'ingni sani tanimaydi ham deydi. Men ham ularni tanimayman. Men ham ular ham menga tupurgan, men ham ularga tupurgan. Shu. Orqamga kimdir tepsa, sevgimdan boshqa hech narsa sharaflanmas. Alo, aka avtosalonni? Ana qizil trek kirdi, aka, olmaydigan bo'ldi. Onasiga deb yozib qo'ydingizmi? Onasinikiga deb yozib qo'ying. Elmurod akani shu doim o'z konsertlariga tushib turasizmi? Men Elmurod konsertiga emas, Bahodir konsertiga keldim bugun. Bahodir boshqa konsertda uni ko'rish imkoniyati yo'q. Mana shu Elmurodga katta rahmat. Shuni konsertlarida 1-2 minut Bahodirni ko'rish baxtiga musharraf bo'lamiz. Shuning uchun biz bugun sinfdoshlar bilan, kursdoshlar bilan, bog'chaga birga borgan og'aynilar bilan yig'ilib Bahodirni ko'rgani keldik. Siz ham Elmurod aka ham o'ziga xos ijodkor. Umuman o'zi qaysidir qirralar yoki bir qanaqadir o'rnak bo'ladigan yoki o'rganadigan jihatlarini kuzatasizmi bularni? Ha, u bekitadigan joyi yo'q, doim kuzatib boraman. Chunki men futbol yangiliklarini ko'rmayman. Elmuroddan shu narsalarni olib tursa bo'ladi. Undan tashqari yana nima? Elmuroddan o'zini ustida ishlashni o'rgansa bo'ladi. Gapimga ishonmasanglar, 20 yil oldingi Elmurod topib ko'ringlar. So'z isboti bilan bo'lgani yaxshi. Shuning uchun men doim kuzatib turaman. Qaysidir ma'noda bularni o'zingiz raqobatchi deb bilasizmi? Yo'q, raqobatchi deb bilmayman, chunki qanaqa tushuntirsam sizga. Kulmoqchi bo'lgan odam, yaxshi yumor izlab yurgan odam 1 yilda 2 marta ham kulaveradi, 1 yilda 1 marta ham kulaveradi. Shuning uchun qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi va bu sohada hali raqobat qiladigan darajada ko'p odam bor deb o'ylamayman. O'zingizning konsertingizga ham tayyorgarliklar, rejalar boshlandimi yana endi yangilarga xudo xolasa?
Yo'q, yangilariga tayyorgarlik hali boshlanmadi, chunki hozir chempionni montajidamiz. Shuning uchun qachon chempion oxirigacha to oxirgi odam ko'rib bo'lguncha yetib borsa, keyin boshlasak kerak boshqasini. Hozircha faqat montaj bilan bandmiz. Demak, sizda har yili yoki qaysidir muddatda konsert berish kerak degan narsa yo'q o'zingizda. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Qachon dastur tayyor bo'lsa, konsert beriladi. Chunki nimaga har hafta sahna stand-up klubda kichkina konsertlar bor. Undan tashqari har oy alohida boshqa improvizatsion shoular bor. Shuning uchun konsert ko'raman degan odam bemalol kelib ko'rish imkoniyatiga ega. Katta konsertlar berish bu dastur tayyorligiga qarab. Kimdir bera oladi har yil, kimdir har yarim yilda bera oladi. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Menda sal boshqacharoq. Bizga tuya mindirganlarni tuyasiga ham o'zimiz beramiz. Qiynalib yurgan paytlarimda uyimga hali xotinim, qizlarimga kartoshka, non ko'tarib kelardi, esingizda? Qarang, men hozir xalqlar do'stligida sahnadaman. Butun O'zbekistondagi bizni ashaddiy muxlislar sizni eshitib turibdi. Sizni yaxshi ko'raman, dadam ham yaxshi ko'raman, borlaringizga shukr. Xudo xolasa hammasi joyida sizda. Qarzga, eslaysizlar, qarzga botib yurgan paytlarim siz yordam qilardingiz. Hozir bizdan qarzi bor odamlarni. Ijarada turgan paytlarimiz esingizda, hozir bizni uyimizda ijarada turadi odamlar. Xullas, sizni hamma eshitib turibdi. Biz sizga, mana shu dadamga, mana shu qarchalar Bugun Elmurodning muxlislarini mazza qilib zo'r boshlovchilik mahoratidan bahramand bo'lish kutyapti. Ya'ni men boshlovchi. Albatta hazil endi oldindan aytib qo'yib bo'lmaydi nimalar kutayotganini. 2 soatlik konsertni to'liq aytib bera olmayman. Ajoyib har doimgidek o'ziga xoslik kutyapti desak to'g'ri bo'ladi. O'sha Erik Haydarni, Elmurod Xaqnazarovni ajralib turadigan tomoni yoki siz e'tirof etadigan tomoni qaysi? Ochiq ko'ngillik, inson sifatida yaxshi bola. Inson sifatida yaxshi bola shu eng katta endi bu ajralib turadigan emas. Hamma odam yaxshi, ko'pchilikning o'zini yaxshi xislatlari bor. Endi shulardan bir pog'ona nima deydi, bir chelik ko'proq ochiq ko'ngillik bor shekilli-da bu bolada. Alloh bergan fayzi bor bu bola. Shunaqa. O'zi Elmurod akani qachon tanigansiz? Qanaqa tarzda? Esla olasizmi? Biz QVZda birga o'ynaganmiz. Biz shovvozlar edik. Elmurod Farpinator jamoasida edi. Do'stim, juda ko'p yildan beri tanishmiz. Bizga yutqizardi. Hazil o'rnida. Yo, ular ham yutgan joylar bo'lgan. Shu bitta maktab, bitta maktabni darsini olganmiz. Shunaqa. O'sha paytida ham mana shunaqa ajralib turarmidi? Albatta, bu boshlanishidan, o'sha birinchi sahnaga qadam qo'yishidan yangilik qilishga intilardi. Har doim yangilik qilardi. Shu juda kuchli qivazchi edi. Bizdan keyingi o'rinda yurardi-yu. Juda kuchli qivazchi edi. Telefon qildi, "Bo'shmisan?" dedi. "O'rtoq, bo'shman" dedim. Keyin boshlovchi bo'lib ketdim. Bizni kelishuv bitta telefonda bo'lganda. "Bo'shmisan?" "Bo'shman." O'zi kecha ko'rishdik birinchi marta. Oti nima, repetitsiya shu konsertda nima bo'ladi, nima qo'yadi, shu kecha bo'ldi. Bilasizmi, o'zi hazil yumor turli xil yo'nalishlarga bo'linadi-da. Satira yumori bor, klaunada bor, jamoaviy yumor bor. Shu yakkaxonlar ichida men uchun birinchi raqamlisi Elmurod Xaqnazarov. O'zim ham boshlovchilar orasida birinchi raqamli bo'lganim uchun ikkita birinchi raqamli birlashib konsert qilyapmiz. Basharangga shunaqa uraman, basharangni bor, oversize qo'raman, shu. Menga ani otvoraymi balkonga. Avvalgi payt o'zi riyozchilarga gapirmasang ham eshitadigan bo'lib qoldi. Bugun mana o'zlaringiz emas, balki Elmurod Xaqnazarovning konsertida adashmasak orqada podeshkada.
Albatta, u endi orqadan poddershka qilmasa bo'lmaydi. Sahna ortida. Shu sahna ortidan poddershka qilib. Jurnalistlarimiz so'zga boyligini qarang. Xullas, Elmurod Haqnazarov o'zimiz ukamiz, yaqinimiz. Bugun solniy konsertlarning boshlanish kuni bugun, xudo xolasa, birinchi kuni. Biza qiziqchilarda, so'z ustalari, shu jamoalarda birinchi kuni asosiy repetitsiya ekanda degan fikr, gap so'z yuradi, lekin aynan dizayn jamoasining a'zolariga tegishli emas, chunki biz haqiqatda improvizatsiyaga tuzmaymiz, faqat shu ssenariy yozib, keyin shu yog'iga sahnaga olib chiqishga harakat qilamiz. Albatta birinchi kun baribir kam ko'z xatolar ko'rinadi. Bir chetdan kuzatib turdim, lekin unaqa narsa bo'lmayapti hozircha Elmurodda. Biz shu davay Elmurod sen zo'rsan degani keldik, shu agar shu savolga javob bo'ladigan bo'lsa. Sen qanaqa poddershka qilgani kelding, Qobil? Menmi bu yerda qanaqadir moralniy poddershka qilgani keldim. Yo, shart emas, ovoz boradi-ku baribir. Omad tilaymiz Elmurodning ishlariga. Har doim birgamiz, mana shu sahna ortida, oldida, umuman yonlarida, balkonlarda ham mana shu poddershkadamiz. Har doim sog' bo'lsin. Amakim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Albatta. Charchashmasin, ijoddan to'xtamasin. Gazini bossin. Faqat yuqoriga, faqat yuqori, Nestvonni eng tepasiga. Eng tepasiga. Keyin tushayotganda sekin tushsin, pensiyaga chiqayotganda. Shunaqa. Liftda chiqib zinada tushsin. Uni cho'qqiga erishmaganini keyingi yilgi konsertlarda, keyingi yilgi chiqishlarda ayta olamiz-da. Agar orqaga qarab ketayotgan bo'lsa, o'tgan yili cho'qqi bo'lgan ekan deymiz. Agar yo'q, yana dal yana ham yaxshiroqlashib ketaversa, demak hali cho'qqiga yetib bormagan bo'laveradi. Buni biz emas, ijodkor bu narsaga baho berish qiyin. Chunki ijodkor o'zini ijodini farzandidek yaxshi ko'radi. Misol uchun, sizlar ko'pinglar hali oila qurmagansizlar. Farzandingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, birov yomonlasa, birov kamsitsa jahlingiz chiqadi, lekin o'sha eshitgan gapingizga qarab farzandingizni tarbiya qilishga harakat qilasiz-da. O'zi shunaqa ekan. Xuddi shunaqa ijodda ham shunaqa, kimdir negativ komment deymiz, negativ yozsa yoki bo'lmasam kimdir tanqid qilsa, uni yaxshilashga harakat qilib boriladi. Shuning uchun men hali xudo xolisa Elmurodda yana ham yaxshiroq natijalarga erishadi degan umiddamiz, shunaqa niyatdamiz. O'zimizga ham xuddi shu niyatda, faqat shunaqa. Qiziqchilarga ilhom beruvchi narsa nima? Ya'ni hazil yozishlarda sizga nima ilhom beradi? Yoki turtki. Qobil, sen ham javob ber. Senga nima ilhom yoki kimdir turtadimi seni? Ijod qil deb. Yo'q, hech kim turtmaydi. Qachon ilhom kelib qoladi unda? Ilhom choyxonada keladi, bizning sinfdoshimiz bor ilhom Kutilmaganda degan. keladi. Ilhom to'g'ri, men aytolmayman, har oy oxirida keladi. Yo'q, kutilmaganda keladi, misol uchun. Banda oy boshida keladi. Yo, ilhom mana ko'ryapsizmi, hozir ham kelyapti-da. Hozir masjidda yuribdi qayerdadir. Shunaqa bir xil payt haqiqatda kutilmaganda keladi, chunki bir xil payt haftalab o'tiramiz, narsa yozamiz deb konsertga hech narsa kelmaydi. Bir xil payt bir kun o'tiramiz, butun boshli konsertni yarmini yozib qo'yamiz. Shunaqa. Bir kelib qolsa. Sadrul aka, Elmurod akani yakkaxon konsert berishlari dizayn jamoasidagi chiqishlariga qanday salbiy yoki ijobiy ta'sirini ko'rsatyapti? Hech qanaqa salbiy ta'sir ko'rsatmaydi, faqat ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki nafaqat Elmurod, agar har bir a'zo ham shunaqa konsert qo'ysa yoki o'zini chiqishlarini qilsa, yakkaxon chiqishlar qilsa, bu bor yo'g'i o'sha tajriba deymiz, tajriba ortib boradi. O'ziga ham plus, jamoaga ham plus sifatida ishlaydi. Chunki tajriba oshgandan keyin bu yoqda ham uni ishi yaxshilashadi. Shu. Mana Qobil akam yoki siz xuddi shunaqa yakkaxon konsert berishlaringiz mumkinmi qachondir? Yoki dizayn jamoasi. Bular ko'rmagan shekilli biz birinchi biz konsert qo'yganmiz yakkaxon, Qobil ikkalamiz. Yo'q, mana misol uchun Qobil alohida solniy konsert qo'ygan, men alohida solniy konsert qo'yganmiz. Keyin prosta shu Bizdan ko'rib bu qilib yuribdi. Bizni to'xtatmaganimizda yo'q edi u. Shunaqa edi. Kim bo'pti bular yomonlab tashlaysiz? Birinchiman deb o'ylashgan emas, birinchiman. Yo'q, endi shu yakkaxon konsert qo'yish masalasi baribir Elmurod har holda shu o'zini ham ijodi bor alohida, aynan jamoada, bizda asosan jamoada bo'lgani uchun shu bizni to'xtatganmiz. Biz o'zimizni sinash uchun konsert qo'yganmiz.
Menimcha sinovdan o'tgan bo'lsa kerak. Yaxshi bo'lgan. Yaxshi bo'lgan. Balkim yana qo'yish niyatimiz bo'lib qolishi mumkin. Meni o'zi shaxsiy niyatim bor. Uni endi o'sha sonli konsert qo'yganimda hamma biladi. Shunaqa o'zi bitta niyat qilib qo'yganman. Elmurod konsertiga omad tilaymiz. Bundan keyingi yilli konsertlari ham bundan ham zo'r bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolisa mana 4 kun Xalqlar do'stligida 4 kun yakkaqon konsert qo'yish oson emas. Buni o'zimiz bilamiz. Xudo xolisa o'sha 10 kun, 20 kunlab konsert qo'yganda ham yonida turib, qo'llab-quvvatlab turish bizga ham nasib qilsin deymiz. Shunaqa. Rahmat. Va bu yigitlarga ham hamma gaplariga rahmat deb qo'ymoqchiman. Rahmat Shohruh, juda chiroyli gapirding. Sog' bo'linglar. Gitarasiz gapirmaydi. Mana kelayotganlaringni go'ja changib ketdi-yu. Akalaring vertolyotda yerdi. Mana polni sariyog'da yurganmisizlar, yurmayapti bunda. Sahna ko'rinishi uyushtirilganmidi yoki tasodifiy bo'ldimi? Ya tasodifiy kutmagandim, nima deyishni ham bilmay qoldim. Lekin zo'r. Konsert har doimgidek Elmurod aka hech kim kutmagan narsalarni qiladi. Sahnani o'zida improvizatsiyasini qarang. Bu konsert xuddi tayyorlanmasdan shunday o'zi shunday chiqib odamlar bilan gaplashib kuldirayotgandayda. Bunaqa konsertlar bu stil yangilik olib kirdi Elmurod aka. Maza qilib tomoshabinlarga ham qarab ko'ryapsiz. Hamma maza qilib kulib o'tiribdi. Tomoshabin bilan birga ishlayapti. Masalan, men maza qildim konsertda. Sahna ko'rishga kelganda nima deyishni ham bilmadim. Miyaga ishlasa ham kirmadi. Zo'r hammasi. Kim bu? Kimmi, akim? Hozir ota-onalar majlisi bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Siz ko'rdilaringmi? Ko'rmadilar. Kim ko'rdi? Yaxshimi konsert? Erik yoqdi. O'ziga ham yoqdi. Menga yoqdi, yoqdi. Endi qanchalik kutgan reaksiyani oldingiz? Men to'g'risini aytaman, ya'ni Elton Ferganskiy degan obraz o'tgan yili ham tayyorgarlik ko'rmaganman. U chunki tayyorgarlik ko'radigan nima emas. Qo'shiqlar yodlab olaman, bo'lib chiqib o'shda improvizatsiya qilaman. U kutganimdan yaxshi bo'ldi. Lekin Elmurod bilan Erikni o'zim kutgandan ancha yaxshi ketdi. Ko'nglim to'ldi xullas. Endi qolganlar ko'ngli to'lsa bo'ldi. Garderobga asabiylashib kirayotganingizni ko'rdik. Yo'q, pol sirg'anchiq ekan. Yurib 2 marta yiqildim. Oyog'im qayrildi, belimda bir narsa uzildi ham shekilli. O'sha asabim uzilib qoldi xolos. O boshida yiqilib tushdimda, mana bu pardani orqasiga o'tayotganimda. O'shaning uchun yugura olmay qoldim. Boya yuqorida aytdingiz, o'sha mag'zi bor, hazil bor edi. Odamlar qanchalik yaxshi qabul qildi o'sha hazilni? O'shani men kutganimdan ham har bitta Erik Haydarning har bitta gapi uni bu darajada qabul qilishmasa kerak deb o'yladim. Zo'r ketdi. Qoyil qoldim. Kelgan muxlislar juda ham ana o'qimishliligi shunday bilinib turibdi, chunki hazilni tugatmasimdan tushunib qolishyapti. Yo kulishmayapti. Tushunib birinchi kulib, keyin qarsak olib, "Молодец" deganlarga tasdiqlab qo'yishyapti. Qo'yil qoldim. Jahongir akaning shartini qanchalik kutgandingiz? Uni kutganim yo'q edi Jahon akamiz. Jahon akam shu men o'zim bo'lib chiqqanimda chiqadi deb o'yladim. Kelmadi, demak kelmaydi shekilli dedim. Yo'q. 3-blokda darsda o'rtasida bo'lib chiqib, shartni bajarib chiqib ketdi. Lekin jonli aytdi birinchi marta. Shov-shuv qildi. Birinchi marta. Lekin zo'r aytdi. Eshitdingizmi? Zo'r aytdi. Ki qizim bitta o'zi keldi Farg'onada. O'tanchi qizim. Mana bu konsertga tayyorgarlik jarayonlari qanaqa bo'ldi? Konsert paytdan beri tayyorgarlik ko'rdingiz? Yo, buni yil davomida tayyorlanib yuramiz, yozib, chizib, repetitsiya 2 oy bo'ladi. O'zi 2 oy ham ko'p aslida. Chunki 10 kun ham yetadi. Chunki materiallaringiz tayyor bo'lsa, ssenariy bo'lsa, uni faqat yodlash, ijro, nimadan keyin nima qilish kerakligini qilib olaman. Menda endi shunaqa. Bunga 1 yil mobaynida 10 oy yozilgan, 2 oy tayyorgarlik ko'rilgan. Mana yakkaxon bo'lib chiqadigan ijodkorlarning tayyorgarligi qanaqa bo'ladi? O'zi kimdir bo'ladimi siz bilan? Chunki ortiqcha sizga raqqosa kerak emas, boshqa inson kerak emas. Menda Farg'onada 2 ta ustozim bor. Shu ikkalalariga tayyor bo'lganimda ikkalalarini o'tkazaman. Sahnaga chiqib, noldan oxirigacha ijro qilib beraman. Ular o'tirib, ular fikrini aytadi. Ana gaping yoqmadi, mana gaping to'g'ri, mana noto'g'ri deyshadi. O'zini shaxsiy fikrini aytadi, bo'ldi. Ular nima desa, o'shani qilaman. Qolganlar fikrini eshitmayman. Qolgan qiziqchilarni bilaman qanaqa tayyorlanishini. Ular ssenariyni yozishadi, yodlab, keyin sanatoriyalarda har xil
konsertchalar qilib Kichik davralarda. tekshirishadi. Endi hamma har xil tayyorlanadi. U ham balkim shunaqa qilish kerak bo'lsa, biror kun qilib qolarmiz. Hozircha mana shu menga ma'qul, tomoshabinimga ham ma'qul bo'lyapti. Mana oxirida ham "Молодцы" deb baqirishdi, yig'lab oldim. Bir kun Humo Arenada konsert berish g'oyasi Yo'q, bo'lganmi? unaqa g'oya yo'q. Men uchun unaqa narsa emas. Menga mana shu qulay. Masalan, Humo menga noqulay. Birinchidan, bu yoqda masalan, mana Elton'ni, Erikni obrazlarini harakatli narsa-da. Lekin menga unaqa ko'pgina nima emas. Menga shu har kuni dam olib qilsam bo'ldi. Da. Unaqa narsa o'ylab ko'rmaganman lekin. Adminingiz Elnur Haqnazarov ham so'zga boy, lekin sahnada ko'rmayapmiz. Elnur Rizqulov. Elnur bo'lib Rizqulov. ketdi уже. Ha. U endi tashkiliy ishlarda-da. Orada bitta joy telefon olib chiqib berdi, lekin tanilib qolibdi, xursand bo'lib ketdim. Telefon olib chiqib berganda hamma qiy-chuv qilib, Bahodirga xursand bo'ldim. G'ayrat chiqdi shogird. Bir minut o'tsa ham chiqishyapti. Hamma taniyapti-da. Juda ko'p bugun qiziqchilar sizni qo'llab-quvvatlashga kelishdi. Ilohim. O'z umuman olganda so'z ustalari o'rtasida raqobat bo'ladimi? Bir-biringiz bilan raqobat qilasizmi? Siz uchun Raqobatchi kim? Men uchun raqobatchi ikkita bor. Ikkita ashaddiy raqobatchim bor. Men o'shalar bilan raqobat qilaman. Elton bilan Erik. Qolganlarni raqobatchi sifatida ko'rmayman, raqobatchi sifatida bilmayman, chunki bizning yo'nalishlarimiz har xil. Masalan, men o'zim chiqadigan sahna 1 soat boshida gapiraman, shuni o'shanaqa stildagi любой qiziqchi bilan odamlar solishtiradi. Men chunki vodiyda yuraman, yil bo'yi ijodimni qilib yuraman, birovga aralashib, birovni yomon ko'rmayman. Kimdir konsertga taklif qilsa kelib, o'tirib hurmat qilib ketaman. Raqobatchi sifatida ko'rmayman. Agar masalan Erik bilan Elton raqobatchisi paydo bo'lsa, aytaverasiz. Xalq uchun qaysi bir yaqin deb o'ylaysiz? Erikmi yoki Elton? Erik. 4-obraz yaratish. Bor u, yo'q, bu kerak emas. Mana shular o'zi yaxshi. O'zi ko'p bo'lib ketadi-da. Barcha hazillarni o'zingiz yozasizmi? Albatta. Yoningizda Yo'q, o'zim yozaman. 100% o'zim yozib, tayyor bo'lganimdan keyin ikkita uchta og'aynilarim bor, o'shalarga ijro qilib beraman. Ko'nglim to'lmaganlarini. Ular keyin o'tirib, bitta shutka hazil qo'shishadi, bo'ldi. Lekin kimdir menga o'tirib yozib bermaydi. Asosi o'zingizda. Da, ular qanaqadir gap nimalar qo'shib berishadi. Ustozlaringiz ham faqat ko'rib berishadi. Ustozlarim qo'shmaydi, ko'rib beradi, chunki men ustozim qo'shiqchi. Otabek Muhammadzoda. Shu odam ko'rib beradi, bo'ldi. Qiziqchilik sohasida ustoz. Yo'q, ularga ko'rsatmayman. Meni ustozlarim bittasi o'tib ketdi, bittasi yoshlari ancha katta, ularni bezovta qilgim kelmaydi. Shu. Tushunarli. Rahmat, keyingi kunlarda omad tilaymiz. Sog' bo'ling. Rahmat, kelaveringlar. Sizlarga yoqdimi? Kamchiligimni oldindan uzr so'rayman. Taxminan qaysi o'tadi? Nima o'tadi? Bu konsertdan oldingi konsertlarda ham chiqqanmiz. Qisqa epizod rollar o'ynaganmiz. Bugun ham shunaqa rol o'ynayapti. Endi biz uchun ustozimiz shuni bizga ravo ko'ribdi. Shuni o'zi biz uchun katta natija. Xudo xolasa biz bu sahnaga QVZlarda chiqqanmiz, finallarda, festivallarda chiqqanmiz. Rahmat, boringlarga shukur, rahmat. Mana muxlis. Ko'ryapsizmi, shu rolimiz ozgina bo'lsa ham shuncha go'l, agar bilmayman, bir 10 minut chiqsak, masalan, yog'ilib ketsa kerak aka. Qarang, mana shu hozir mana deyarli 1 daqiqa yoki undan sal ko'proq chiqish bo'ldi. Bu ko'payishi mumkinmi kelajakda? Ha, xudo xolasa balki 5-10 minutga borish mumkin. Balki o'zimizga ham alohida shogirdim deb chaqirib, o'sha Avazoxullar, Zokir Ochildiyevlar, Hojiboyevlar shogirdlariga so'z bergan-ku. Biz o'zimiz ham xudo xolasa shunaqa yakkaxon qiziqchilikda o'zimizni sinashni boshlaganmiz. Yakka stendaplarda xudo xolasa niyat bor. Shu yerlarda konsert qilish xudo xolasa bizda ham. Ustoz yo'lini bersa iloyim. Uylanmaganmiz. Bir bolalik. Shogirdman, ro'pparasa 1 yil avval balkonda o'tirganman. O'sha paytda havas qilib shogird bo'lib tushaman. Xudo xolasa 1 yildan keyin sahna ortida shogird bo'lib yurish nasib qilsin dedim. Xudoga shukr. Ro'pparasa 1 yildan shogird bo'lish nasib qildi. Hozirda shogirdmiz aka. O'zi Elmurod akaga shogird bo'lish qanaqa? Sizga nimadir o'rgatadilarmi yoki faqat yonida yurib o'rganasizmi? O'zi qiziqchilikka keladigan bo'lsak, u qiziqchilik murakkab narsa bu o'rgatilgan usuli kitob universiteti yo'q, lekin birga yurish davomida ham qiziqchilik tomonlama, ham hayotiy tomonlama o'rnak bo'ladi. U o'rnakdan siz bilasiz keyin. Oilaga vaqt ajratish tomonlama ham
Elmurod akamdan o'rnak olamiz.